Sizga usta kerakmi yoki ish? Namanganda yangi loyiha boshlanyapti. Uy qurish, buzish, отделка, devor urish, xullas qurilishga oid jamiki ishlarni qiladigan ustalar jamoasi shakllanyapti. Loyiha haqida absotlarga to'liq tushuntirib beradilar. Ish tartibimiz o'ta ham oddiy. Qo'ng'iroq qilasiz, boramiz, obyektingizni ko'ramiz, vaqti bor ustalarni chaqiramiz. Ustalarning oldin qilgan loyihalarini, ishlarini ko'rasiz. Xuddi tender kabi kelishasiz, dogovor qilasiz. Sirraz ishni boshlaymiz. Bizga bu loyihadan manfaatdorligi yo'q. Bizda ustalar va mijozlarni bir-biriga bog'lab qo'yish imkoniyati bor. Agarda mijozlarimizga shu orqali qulaylik bo'ladigan bo'lsa, bizga shuni o'zi yetarli. Ustalarimizga ishonamiz. Nafaqat Rizobayda, balki tumanimizda eng oldi ustalarimizning qilgan ishlariga va sifatiga javob beramiz, halolligiga kafolat beramiz. Sizga usta kerakmi yoki ish? Mana shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa tez va sifatli bajarishadi. Abdusattor Anarboyev doim xizmatlaringda.